Mana yangi videomi chiqarganimga ham ro'ppa rosa 4 kun bo'pti, ammo undagi aktiv meni qoniqtirmadi. Nolaki bir tarafdan to'g'ri, chunki unda men juda ko'p hazil qilib borgandim. Bu videoda bunaqa hazillab bo'lmaydi. Sizlar menga ishonaveringlar. Nu tak gapni cho'zmasdan video nima haqida ekanligini aytsam. Короче, bugungi video Minecraftdagi har xil life hacklarni tekshirish bo'ladi. Joyinglarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichishga narsalar olib kelinglar. Men esa videoni boshladim. Achiva! Shunaqasi ham bo'ladimi hali? Yo'q, men ishonmayman. Bu fake bu, 100 talik fake bu, bo'ldi. Buni qo'y, tekno bo'lay. Yo'q. Chota yolg'onni hidi kelyapti. Qani bo'lmasa sinab ko'ramiz. Xo'sh, men hamma narsani tayyorlab oldim. Jeb, Techno Blade, Grum, Dinner Brown. Qani bo'lmasa bularni o'zi sinab ko'ramiz. Men ana bu hayvonchani topolmadim, uni esa qo'yga sinab ko'ramiz. Qani? What the fuck? Qanaqa o'xshadi bu narsa? Birinchisi o'xshadi, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizada cho'chqani Techno Blade qilish. What the fuck? Cho'chqani Techno Blade qilish fake ekan. Ishonib o'tiriblar, bu narsa yolg'on. Keyingisi esa bizada qo'yni teskari qilish. Qani? What? O'xshadi. Bilmayman buni Minecraftga qanday foydasi bor, lekin life hack o'xshadi. Grum yoki Dinner Brown, ikkovining ham farqi yo'q ekan. Ikkovi ham luboy bitta mob bilan bilmadim, lekin qo'y bilan bu qadar o'xshadi. Qani bo'lsa keyingi life hack videoga ketdik. Keyingi life hack bizda sandiqlarning ichidagi mana shu rudalarni, suvni xuddi mana shunday qilib sindirib tashlatsa, xuddi ana shunday aylanib o'tirar ekan. Qani bo'lsa bu life hackni ham tekshirishga ketdik. Mana men videodagidek teshi yog'i chuqurchalik kavlashni boshlab o'rdim. Siz esa videoga like bosib obuna beringlar. Men esa bu life hackni ham tekshirishda davom etaman. Bu life hack normalligina vaqtimni oldi, lekin men sizlar uchun обязательно bu life hackni qilib ko'rishga qaror qildim. Bля! Chuqurchani kovlab bo'ldim. Endi esa sandiqni qo'yib, sandiqning ichiga rudalarni solib tekshiramiz. Sandiqlarni to'ldirish sahramni kesib tashlash niyatim yo'q. Va sizlarni zeriktirmaslik uchun musiqa va buni tezlashtirilgan kadrlar qo'yib beraman. Buni nima sababdan qilayotganimni sizlarga aytsam, sizlar ham men ko'rayotgan qiyinchiligimni ko'rishinglarni xohlayman. Mana sochimni oqartirgan sandiqlarni ham endi sindiramiz. Mana ko'rib turganlaridek life hack o'xshadi, lekin bitta savolli, buni survivalda qanday foydasi bor yoki yo'q bilmayman. Lekin dekorativni biron uy-puy qursanglar juda ham chiroyli ko'rinar ekan bo'llar. Shaxsan menga yo'qdi, aylaslarga ham yoqqan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Momongni uyda sakrayapsanmi sen? Berakelasan. O'zi qanchadan beri asan va tegibsan sen isqirt, sassiq berakela. Sen yuqqa bo'lmasan, momongni ko'rsatmasam men seni. Gapni qisqasi life hackimiz o'xshadi. Bu qandaydir havoga ko'taruvchi tramplinmi, qandaydir batutga o'xshagan narsa ekan. Buni ham hozir sinab ko'rishga harakat qilamiz. Undan esa biz bu life hackni ko'rib chiqishimiz kerak. Sizlar ham men qatori ko'ringlar, nimalar ekan. Sizlar ham sochinglar o'qarsin bir. Xo'sh, mana videodagi narsalarni o'zimga taxlab, qulay chotki qilib oldim. Endi esa bu strukturani qurishni boshlaymiz.
Keyin shu yerda sut emas, qor kerak ekanligini bilib qoldim. Vat, mana bu strukturani ham tahlab oldik va bu lifehack o'xshadi. Bu lifehackdagi narsa bu qanday survivalga ham buni foydasi bormi yoki yo'qmi bilmayman bunisini ham. Вообще-то lifehacklarning qaysi biri survivalga foydasi bor edi yo'qligini o'zingizlar tahlil qilib olasizlar. Lekin bu dekoratsiya uchun normal narsa ekan menga yoqdi bolalar. Sizlar ham buni uylarga sinab ko'rishinglar yoki bo'lsa tahlab ko'rishinglar mumkin va shu chotki. Masalan, yoki uydan tepaga lift sifatida ham foydalansanglar bo'lar ekan bolalar. Birovni lift qilmoqchi bo'lsanglar chotki narsa ekan menga yoqdi. Mana keyingi lifehackga ham keldik va bu suvga qarayapti va hech narsani ko'rmagandan keyin men bu narsa bilmayman qanaydir skelet короче desak ham bo'ladi. Mana shuni qo'yliga qanaqa bey kallalasiga bularni qayerdan keladi shunaqa qo'yalar kallalariga bularni bir o'sha chotga qo'yar ekan sinab ko'rish kerak. Men mirni ochib oldim va lifehackdagi kerakli narsalarni ham oldim. Endi biz bularni sinab ko'ramiz. Yo'q, uni hozir lifehack o'xshadi. Okey, endi buni ham sinab ko'ramiz. Xo'sh, men o'zimga kerakli narsalarni olib oldim. Endi bo'lsa bu lifehackni tekshirib ko'rishga o'tsak. Tushunmadimmi men? Bu nima? Xatolik bo'ldimi? Qani boshqatdan tahlab ko'raylikchi. Bu lifehack yolg'on mancha-da. O'zim o'ylovdim bu narsa yolg'on deb. Biladi, nimaga bunaqa yolg'onchilik narsalarni o'ylab topishadi? Bir rost narsalarni o'ylab topishsa o'yladimi? Momoyingni sana. Mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar esa video haqidagi fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar va agar shu videoga 1000 ta like to'plab bera olsanglar Minecraft, Bedrock va Java haqida 10 minut fakt aytib beraman. Albatta sizlarga bu video qiziq bo'lsa, sizlar like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Shaker bo'ldi.